Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasiga ochishda 2 marta bo'lsa, bagaj ochadigan knopka zavodskiy o'rnatib berdik. Bu xizmatimiz 120 ming so'm bo'ladi zavodskiy. Kruz kontrol tizimi aksiyaga tushirib qo'yibmiz 390 ming so'm. Tabloy gradus 150 ming so'm. Original zavodskiy 10x bar o'rnatib berib, Cobaltga moslashtirilgan uni. Birga bir tushadi. Past stakanchiklari ham ikkita bo'ladi. Ochilish yopilishlari ham yaxshi. Pirinidalari joy-joyda, беспроводной bor. Skor surchaklari joy-joyda turadi. Orqasi zaryadchigi ham bor. Orqada zaryadchikda 50 ming so'm qilib beramiz alohida. Barimiz 650 ming so'm, o'rnatib berish 150 ming so'm. Uzoqdan ko'rish mana shunaqa turadi. Umuman predelka degan narsa mana biriga bir tushadi hammasi. Keyin o'rnatib berganmiz, uni bu podkrenli o'rnatib berganmiz. Bunimiz narxi orqa ikkitaga skitka narx qilib qo'yibmiz. 250 ming so'm o'rnatib berishi bilan. Biriga bir turibdi. Pastda nomer qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilaversizlar bo'ladi. Podpiska, like bosib yuringizlar. E'tibor uchun hammaga rahmat.